Mavzuni davom ettiramiz. Oliy ta'lim muassasalarining xalqaro akademik nufuzini oshirish va ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir. Toshkent kimyo xalqaro universitetida aynan shu mavzuga bag'ishlangan xalqaro ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Samarali nashriyot strategiyasi zamonaviy universitetning xalqaro miqyosda o'zini namoyish qilish omili sifatida deb nomlangan tadbirda yetakchi olimlar va professorlar o'zaro tajriba almashdi. Anjuman tafsilotlari bilan hozirgi lavhamizda tanishasiz. Tadbir ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirish va universitetlarning xalqaro akademik nufuzini oshirishning dolzarb masalalarini muhokama etish maqsadida tashkil etildi. Xorijiy davlatlardan kelgan olimlar, professor, o'qituvchilar, tadqiqotchilar, oliy ta'lim muassasalari vakillarini birlashtirgan mazkur anjumanda mavzu yuzasidan ma'ruzalar tinglandi. Olimlarning tajribalari, erishilgan natijalar yig'ilganlarni befarq qoldirmadi. Men professor Intihob Olamxonman va Saudiya Arabistonining Makka shahri yaqinidagi Jidda shahrida joylashgan Qirol Abdulaziz universitetida ishlayman. Men u yerda juda uzoq vaqtdan beri faoliyat yuritaman. Men pedagogika, ya'ni ta'lim sohasidaman. Ilmiy maqolalar va kitoblar muallifiman. O'zbekistonda ushbu universitet xodimlari uchun xalqaro hamkorlik va tadqiqot imkoniyatlari haqida gapirish uchun keldim. Biz xodimlarning maqolalarini Scopus indeksdagi jurnallarda qanday nashr etishimiz mumkinligini o'rgatmoqdamiz. Bu yerda ekanligimdan juda xursandman, chunki universitet juda yaxshi va albatta kelajakda ko'plab maqolalarni nashr eta olamiz. Hozirgi kunda butun dunyo ilmiy hamjamiyatida ilmiy natijalarni yoki har qanday loyihani natijalarini yuqori indeksli yoki yuqori impact faktorli jurnallarda chop qilish kerak. Buning uchun har bitta ishda bo'lgani kabi strategiya bo'lsa va aniq strategiya va maqsadlar ko'zlangan bo'lsa, natijasi tezroq va samaraliroq bo'ladi. O'sha sababdan ham Toshkent kimyo xalqaro universitetida samarali tarzda o'sha xalqaro jurnallarda chop etish strategiyasi tuzilgan va bu bo'yicha biza xorijiy ekspertlarni jalb qilgan holatimizda mahalliy olimlar bilan hamkorlikda har xil turli xil sohalarda yoki bo'lmasa sohalar aro tadqiqotlarni targ'ib qilmoqchimiz. Mahalliy olimlar bilan xalqaro olimlar o'rtasidagi integratsiyani yo'lga qo'yishimiz kerak va hozirgi kunda bizning universitetimizda bu borada samarali ketma-ketlikdagi ishlar olib borilgan va strategiya tuzilgan. O'sha strategiya doirasida ushbu seminarlar tashkil etilmoqda. Anjuman davomida dunyoning yetakchi universitetlarining ilmiy nashrlar borasidagi ilg'or tajribalari o'rganildi, tahlil etildi. Çalışma alanım fen ve teknoloji eğitimi. Mening tadqiqot soham fan va texnologiya ta'limi. Bu yerga konferensiyaga keldim. O'zbekistondagi universitetlarning dunyo reytinglaridagi va dunyodagi o'rni qayerda ekanligini bilish biz uchun juda ham quvonarli. O'z bilimlarimiz bilan ularning bilimlarini qanday birlashtirishimiz mumkin degan maqsadda bu yerda jam bo'ldik. Albatta, axborot almashyapmiz. Ularga mehmondo'stliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Ona vatandan, ota vatanga salomlar. Umuman olganda O'zbekiston katta, go'zal bir mamlakat. Biz uchun alohida o'rni bor. Ilmiy sohalarda ham yangi yo'llarni bosib o'tayotgan mamlakat uchun yosh, g'ayratli do'stlarimiz borligi juda ham quvonarli. Biz esa o'z bilganlarimizni baham ko'rish uchun doimo tayyormiz. G'oyatda samimiy va taassurotlarga boy o'tgan anjumanda mehmonlar Toshkent kimyo xalqaro universitetida ustoz va talabalar uchun yaratilgan sharoitlar, ilmiy muhit, olib borilayotgan tadqiqotlarni alohida e'tirof etdilar. Ishtirokchilar ilmiy nashrlar sifatini oshirish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish borasida kelishib olishdi. Наш университет известен тем, что Men Qozon Federal universiteti psixologiya va ta'lim institutining vakiliman. Universitetimiz xalqarolashuv va jahon reytinglarida yuqorilash borasida bugun juda katta muvaffaqiyatlarga erishgani bilan mashhur. Ta'lim, pedagogika fanlari sohasida bu yil QS jahonning yetakchi reytingida universitetimiz dunyoda 86-o'rinni, Rossiyada esa 1-o'rinni egalladi. Kimyo xalqaro universiteti ham reytinglarda yuqorilash bo'yicha juda to'g'ri yo'nalishga ega ekanligi juda quvonarli. Bu nafaqat universitetning o'zi uchun, balki O'zbekiston fani va ta'lim uchun juda ham muhim. Chunki O'zbekiston bunga juda munosib, juda rivojlangan mamlakat va dunyoda bu mamlakatdagi ta'limni qanday ko'rinishlari uning obro'siga ham bog'liq deb o'ylayman. Bugun biz o'zbekistonlik hamkasblarimizga o'z tajribamiz, reytinglarda yuqorilash, dunyoning eng yaxshi jurnallari uchun nashrlarni tayyorlash bo'yicha tajribamizni bo'lishmoqdamiz. Bularning barchasi o'zbekistonlik hamkasblarimizni bu jarayonga qo'shilishlari va muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun juda ham kerak. Zero bu kabi muloqotlar mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarining jahon ilmiy hamjamiyatidagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.